Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan hadisi sharif bor. Buniyal islamu ala khamsin. Islom 5 ta ustundan iborat. Shahadati an la ilaha illalloh va anna Muhammadar Rasululloh. Birinchisi Alloh taologa iymon keltirishlik. Ya'ni Allohdan o'zga iloh yo'q deb iymon keltirishlik va payg'ambarimiz alayhissalomni payg'ambar deb iymon keltirmoqlik. Va iqomis sola, namoz o'qimoqlik, va itaiz zaka, zakot bermoqlik, val haj va savmi Ramazon, va haj qilishlik va Ramazon oyida roza tutishlik. Namoz demak mana shu iymondan keyingi buyuk bir ibodat. Allohga iymon keltiramiz, payg'ambarimiz alayhissalomga iymon keltiramiz, so'ngra mana namoz keltirilyapti. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisi sharifda Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuda payg'ambarimiz alayhissalom Yamanga vali qilib yuborganlari keltiriladi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuda mana shu Yamanga yuborishlikda ko'p o'zi hikmatli so'zlar bo'lgan. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuga nasihatlar qilgani bor va mana shu nasihatlardan dinimizda ko'p istifoda olganmiz. Juda ham ko'p. Mana shundan bittasida mana Rasululloh alayhisalom aytibdilarki, innaka taqdamu ala qawmin min ahli al-kitab. Sen ey Muaz ibn Jabal safaring chog'ida ahli kitob bo'lgan qavm bilan ham oldiga borasan. Eng birinchi sen ularga Allohni bir deb bilishlikka chaqirasan. Ya'ni tavhidga chaqirasan. Tavhid muhim ekanligi azizlar. Tavhid degani yagona bilish, Allohni bir deb bilish. Fa idza arafu zalika, agar Allohni ular tanisa, Allohni bir deb bilsa, iymon keltirsa, fa akhbirhum anna Alloha farada alayhim khamsa salawatin fi yawmihim va laylatihim. Agar ular iymon keltirsa, ularga xabar berginki, Alloh ularga bir kecha kunduzda 5 mahal namoz o'qishni farz qildi. Mana shuni xabarini bergin deb aytdilar. Mana shundan kelib chiqib ulamolarimiz aytadiki, tavhiddan keyin, iymondan keyingi eng buyuk ibodat namoz ekanligi va musulmon odam albatta namozda, ibodatda qoyim bo'lishligi lozim bo'ladi azizlar.